Shim va tor kiyimlarni kiyadigan odamlar semirib ketishga moyil bo'lishadi. Hozirda ko'pchilik ayollar va erkaklar qorinni kirgazuvchi maxsus tor kiyimlardan va maykalardan foydalanishmoqda. Bunday kiyimlar dastavval qorinni kichikroq ko'rsatishi mumkin, lekin keyinchalik qorinni tez kattalashishiga va semirib ketishiga sababchi bo'ladi. Qorin tashqi tomondan siqilishi natijasida ichkariga qarab harakatlanadi. Bu esa ichki a'zolarning ezilishiga, hazm jarayoni buzilishiga olib keladi. Tor kiyimlar teri va mushaklarga tashqi tomondan ta'sir qilib, ularni ezadi. Natijada o'sha sohalarda qon yaxshi aylanmaydi. Qon yaxshi aylanmagandan keyin o'sha sohalar sovishni boshlaydi. Organizmning o'ziga xosligi shundan iboratki, qayerimiz ko'p sovqatsa va qaysi a'zoyimizda qon aylanishi yaxshi bo'lmasa, aynan o'sha sohalarda yog' to'qimasi yig'ilishni boshlaydi. Bu himoya reaksiyasidir, ya'ni organizmni sovib ketishdan himoya qilishdir. Shuning uchun sovuq joyda turadigan odamlar organizmida yog' to'qimasi ko'p bo'ladi. Keng kiyim kiyadigan odamlar semirib ketishga moyilligi sust va sekin semirishadi. Semirib ketishga olib keluvchi sabablar juda ham ko'p. Bu sabablardan bittasi mana shu holatdir.